vabo bor joyga kirmanglar, vabo bor joydan chiqib ketmanglar deganlar. Hammasi Xudodan. Bu aniq bu. Bir tuya qo'tir bo'lganda kasallik yuqmaydi, mana qolganlari keyin ham qo'tir bo'ldi-ku deyishganda, xo'p bu keyin qo'tir bo'ldi, bu qo'tir kasali bor hayvonda. Xo'p, unda birinchi tuya qatdan qo'tir bo'ldi degan ekan. Xo'p, qolganiga yuqdi deyapsan, ha? Birinchisi qatdan bo'ldi bo'lmasa? Yo'q-ku qo'tir, to'g'rimi? Mana girib yuqdi, xo'p. Mendan yuqdi. Xo'p, men qatdan bo'ldim bo'lmasa? Hech kim men birinchi bo'ldim deylik. To'g'rimi? Allohdan, hammasi Allohdan, lekin sabablar bor. Sabab Rasululloh shuni aytdilarki, odamning e'tiqodi buzilmasin. Vabo bor joydan chiqib ketsang, boshqa joyda vabo bo'lsa, odamlarning e'tiqodi buzilib aytadiki, sen keluvding, biz ham vabo bo'ldik, shunday kasallik bizga ham tarqadi deydi. Allohdan demaydi. Shuning uchun kirma va chiqma deganlar. Kirma va chiqma. Shundan kelib chiqib, shu Allohning taqdirotida bo'lgan ekan, o'sha behayo, uyatsiz, tarbiyasiz, nafsiga qul bo'lgan sababidan spid bo'lgan ayolga muloqotga borgan erkaklar ham spid bo'lyapti. Odatda bo'lyapti. Nimaga spid bo'lishdi shular? Bunday yomon buzuq ayollarga kimlar boradi? Nafsiga qul bo'lganlar boradi. Shak yo'q. Bunda ikkinchi boshqa masala yo'q. Shak yo'q, ular aniq nafsiga qul bo'ldi, shunga bordi. Nafsiga qul bo'ldi, qimor o'ynadi. Nafsiga qul bo'ldi, narkosh bo'ldi, alkash bo'ldi, o'g'ri bo'ldi. Firibgar mashinnik bo'ldi, yolg'onchi kazzob bo'ldi, poraxo'r bo'ldi, pora beradigan bo'ldi, pora oladigan bo'ldi. Shu xullas yomonliklarni tagi tubi nafsga yengildi, nafs ustun keldi. U uni emas, bu uni yengib qo'ydi. Ya'ni bizni yengib qo'ydi. Shunda natijada oxiri bir odam yengilgandan keyin bo'pti aka, nima qilay deydi. Buni qildim deysan deydi, yo'q qilmadim deysan deydi. Qarasa o'sha yengildi-da, xo'p deydi. Nafs shuna yengib qo'ysa, hatto hakimlar aytadilarki, nafs seni ro'paringda oldingda turgan dushmaningdan yomonroq deydi. Yani yolingizda turgan dushman, qo'liga tushdik. Haqiqiy dushmanimiz. Bizni yo'q qilib yuborishi mumkin. Nafs undan yomon deydi. Nimaga desa, ro'paringda turgan dushmanni aytganini qilsang, seni o'ldirmaydi deydi. Aytganini qilsang o'ldirmaydi deydi. Chaqimchilik qilasan desa xo'p bo'ladi. Pul bersa mana pul. Yod desa yod, tur desa tur, yugur desa yugur. Xo'p desang, u seni deydi, ha bo'ldi deydi. Seni zarar yetkazmaydi deydi. Nafs shuna yomon narsaki, xo'p degan seni yomon qiladi deydi. Ana ayolga qara deydi. Bitta qaragandan keyin zo'r ekanini yana bitta qara deydi. Bitta bola jiyan tog'ani mashinasini urganda, shu avariya bo'lmaydigan holatda avariya qilgan. Tog'asi bo'ldi, endi mashina odamning azbasi bu, lekin qanday avariya bo'ldi chetda men tushunmayapman. U xullas oxiri gapirtiribdi-da. Xullas ana yo'lni bo'yida bitta ayol turgan ekan, o'shanga qarab qopman. Oldin mashina ko'rinmay qolibdi. Degan ekanda, shu nafsda shu deganim qara deydi. Yana qaragandagi endi bir qanaqadir muloqot tikla deydi, qanaqadir telegrammi yo nomermi yo nimadir bir narsalar qil deydi. Oxiri qarang, o'zi boshida aytganini qildik-ku. Qara dedi, qarodik, bo'ldi, qarading, ketaverdim endi. Endi yo'q deydi, qo'shadi. Shuning uchun nafs shuna yomon narsaki, aytganini qilma uni deydi. Qilding ilashasan deydi. Hech qachon qilma deydi. Nafs shunaqangi bizni ro'paramizda turgan dushmandan ham yomon narsa hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, inson yomon ko'radigan narsalar bor. Yomon ko'radigan va eng yomon dushman seni ichingdagi nafsing bo'ladi. Shuni bilib ol degan ekan.
sani ichingdagi nafsingdaqa dushmaning yo'q. Qani u ichimizda ekan bu o'zi. Mana billa yurar ekan doim. Biz o'ylagan ba'zi bir sinfdosh, kollektiv, qo'shni, kimlarnidir dushman deb bilamiz u dushman siz uzoqda yursiz, ko'rmaysiz, bilmaysiz, undan qutulishning iloji bor. Shuna dushmanimiz bor ekanki, yotganda ham, turganda ham, hamma paytda biz yonimizda, ichimizda yurar ekan. Bu Rasululloh alayhisalom sani ichingdagi dushmaning dedi. Shuning uchun bizni ichimizdagi dushmanimizni gapiga kirib qo'ymasin deb Rasululloh bir xabar aytdilar. Bu xabar shuki, do'zax nafsingga yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'yildi. Jannat nafsingga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Shuni bilib ol dedilar. Odatda narsa olib kelinadi, upakovka qilinadi, to'g'rimi? Upakovka qilinadi. Kimdirlar prikol qilib ko'pgina narsa o'raydi. Ochadi, yana chiqadi, ochadi, yana chiqadi, ochadi, chiqaveradi, ichidan yo uzuy chiqadi yoki nimadir qiladi bundan. Xuddi shuni singari o'rtada jannat bor, atrofi bizga emas, nafsimizga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Roza yoqadi deb o'ylaysizmi nafsga? Bu shim yoqmaydi. Kimga havas agar farz bo'lmasa, 14-15 soat suv ichmay, non yemay, ovqat yemay yurish. Allohimizning buyrug'i bo'lgancha qilyapmiz-da. Qolgan paytlarda dushanba, payshanba nafl ro'zalarni ham ja dondirib olganimiz yo'q, to'g'rimi? Xullas aytayaptilarki, payg'ambarimiz alayhissalom mana o'rtada jannat bo'lsa, atrofi nafsingga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Odatda o'rab olib kelingan padarkani ochmagunimizgacha uni ichidagi narsalarni foydalana olmaymiz, to'g'rimi? Bu degani jannat nafsimizga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan ekan, shu o'ralgan narsalarni ochmagunimizgacha jannatga kira olmaymiz ekan. Kira olmaymiz. Nafsga yoqmaydi sahar bomdodga turish. Nafsga yoqmaydi zo'r maza qilib futbol yoki kino ko'rayotganda to'xtatib peshin, asr, shom, xufton o'qish. Mazza qilib ovqatlanib o'tirganda shom o'qish. Yo roza tutish. Yo bir inson bizga yomonlik qilganda o'tirib kimgadir birovni yomonlab o'tirish juda yoqimli, to'g'rimi? Gapirmasiz otilib ketaysiz. Shuni gapirmaslik bizga yoqmaydi nafsimiz. Gapir shuni deydi, bir yayrab ol deydi, yozilib olasan deydi. Din aytadi-yu, gapirma deydi, bu g'iybat bo'ladi deydi. Gapirma buni deydi. Faqat qozi va doktorning oldiga borganda bor gapni gapir, shunda muammoing hal bo'ladi deydi. Bu nima degani? Tergovchi yo prokuror yo kimdir oldiga, shu bizni tergov qiladigan odamning oldiga borganda bor gapni gapirsa, o'sha bir odam haqida gapirsa, o'sha g'iybatga kirmaydi xolos. Masalan, bir odam bizga yomon ishlarni qilib yo moddiy yo jismoniy yo nimadir zarar yetkazdi, uni u haqida gapirishimiz kerak. Tergovchiga, to'g'rimi? Shu g'iybatga kirmaydi shu. Xo'p. Keyingisi ishing aniq hal bo'lmaydi degani, doktorning oldiga borib, uyatib kasalimizni ochiq, oshkor ayta olmasak, muammoimiz hal bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha qozi bilan doktorning oldiga borganda bor gapni gapirgin deydi. Shunda muammoing chiroyli hal bo'ladi deydi. Xullas, o'zimizga yoqmaydigan, nafsimizga yoqmaydigan narsalarni yo baribir qilaman deb ochib borsak, inshaalloh borar manzil inshaalloh jannat bo'ladi. Endi Rasululloh aytdilarki, do'zax nafsingga yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Yoqadi. Qanday mazza bomdodga uxlab yotish, to'g'rimi? Mazza, qanaqadir ovqatni tagidagi seli shirin bo'ladi. Tagidagi go'shtlarni oqib qolgan seli deydi bizda. Bizni viloyatda seli deydi. Xo'p, uyquni o'shna paytida bomdodni uyqusi. Shunaqangi shirin bo'ladi, chunki bomdodga turyapmiz, bilyapmiz-ku. Ajoyib maza payt bo'ladi. Ana o'sha paytda uxlab yotsak, nima bo'ladi? Do'zaxda o'ralgan bitta narsasini olgan bo'lamiz. Hali aytganimizdek g'iybat. Zino yoqimsizmi? Bitta qilgan bo'ladi. Qumor. Xullas,
nafsimizga yoqadigan narsalarni bitta qilaversak, xuddiki haligi padarka deydi-yu. Endi tikonni o'rab kelganni bitta ochayotgan bo'lamiz. Oxiri borish Xudo saqlasin azob bo'ladi. Nafs tarbiyasi ikki dunyo saodatini shuni aytgan. Shu nafs qurg'urdi tarbiyalab o'zimizni yo'limizga solishimiz kerak. Nima bilan? Nafs tarbiya bor, badan tarbiya bor, ruh tarbiyasi bor. Inson ruhini ham tarbiya qilish kerak. Bu ichimizda ruh bor. Shu ruh bizni tirik qilib turibdi. Shu ruh qachondir chiqib ketadi, biz shunda o'likka aylanamiz. Qalb tarbiyasi bor, aql tarbiyasi bor, jismoniy tarbiya bor. Masalan, tovoni yassi tovon bolani doktorga olib borsangiz, oyog'iga tarbiya o'rgatib beradi, massaj o'rgatadi, to'g'rimi? Bunaqa massaj qilasiz deydi, olib kelib turasiz deydi, chiroq qo'yamiz, u qilamiz, bu qilamiz, massaj qilamiz. Oyog'ini tagidagi yassi tovon bu degani odam oyog'ini ezganda bunday qiyshiq bo'lish kerak, to'g'rimi? Yassi tovon ezganda shunday to'rtburchak turaveradi. Badan tarbiya, ruhiy tarbiya, aql tarbiyasi, qalb tarbiya. Tarbiya shu a'zolar tarbiyaga muhtoj. Shuni singari endi nafs yomon ekan. Yomon bolani nima qilamiz? Aso, liman aso. Yomon bolani nakazat qilinadi. Nima bilan? Shimdan remenni yechib turib, armatura bilan urib bo'lmaydi farzandni-yu. Remenni yechib turib, qo'lga bir marta urasiz, 20 sm ortib qoladi. Yuziga bas, boshqa joyga. Boldir degan joy bor mana shu tizzadan pastda, orqa taraf. Ikkita yaxshigina remendan tushsa, bolamiz ko'zlari mana shu moshday bo'lib ochilib ketadi. Xo'p bo'ladi dadajon deb oladi. To'g'rimi? Ani endi nafsni remenda emas, 32 lik armaturada urish kerak. Mana shu yaxshilab 1 metrlikda nafsni urish kerak. Qanaqa qilib uradi? Xo'p, o'g'il to'g'rida turibdi, shogird to'g'rida turibdi. Oldin shogird bo'lib tushganmiz. Bitta ishni noto'g'ri qilyapsak, taqqa tarafda boshga. Yormaydi, satr seni qilmaydi-yu. O'sha bitta nakazatda taqqatan. Ha deymiz. Mo'ni bilan o'sha edi deydi. Duradyorlikka borganmizda. Endi bu nafs qurg'urdi, ukaskada bas, remenda bas. 32 lik armatura ko'rgansizlar, mana bilaydan sal kichikroq bo'ladi. Shunaqa urish kerak. Dubinkada ham emas. Qanaqa qilib ursa bo'ladi? Buni aytganman, qanchadir oldin jumada aytdim. Nafsni tarbiyasi shuki, buni bizga xo'p bo'ladi xo'jayin devorish uchun buni to'lqa urish kerak. Bu bilan kelishib bo'lmaydi. Kelishdi ham biling aldaydi. O 41-yilda ham Gitler bilan Stalin kelishgan. Qo'l qo'ygan Gitler bilasizlarmi? Kattalar biladi uni. Men urushmayman deb qo'l qo'ygan. Nafs Gitlerdan ham yomon lekin. Urushmayman turishad bostirib kelgan saharda. Hamma uxlayotganda. Xudoning nusrati ekan, mana yutib qo'ydi. Xo'p. Endi buni jazolashni yo'li shuki, bitta yo'li hamma uchun, erkak, ayol, boy, kambag'al, yosh, qari uchun aytganini qilmaslik kerak. Bittasi. Katta udar bo'ladi. Qarani ayol kishiga dedi, yoki ayollarga aytdiki, qarani erkak kishiga dedi. Shunday qaramayman desak, bitta udar bo'ladi. Turma bomdodga dedi. Damingni olasan deb. Shunday tursak, bitta udar bo'ladi Bakavoyda. Kunda bomdodga turayotganlar bor-ku, nafs jog'lari sinib ketgan inshaalloh. Kunda qoqyapmiz uni. Chek deydi-ku, mana misolda sigaret men chekalaman, yaxshi, o'pka yaxshi, Xudoga shukr. Chekmayapmiz, ichmayapmiz, zino qilmayapmiz, qimor o'ynamayapmiz, gunoh ishlarni qilmayapmiz-ku. Kunda bu nafs uchun qattiq udar. Mabodo u bizni urib qo'ydi. Yeb qo'yib qolaveramizmi? Yo'q. Spirt hida. Shundan ketganga spirt hida dedi, bilasizlar? Keyin o'ziga keladi-yu. Endi turib, u bizni bir marta urgan bo'lsa, biz uni 3 marta urishimiz kerak. 2 rakat bomdodga uxlatdimi? Biz endi samani 2 udar urdingna, men sendan 20 rakat namoz o'qib, 20 ta udar uraman deyish kerak. Jazo shu. Bomdodda qazosi 2 rakat, dababkasiga yana 40 rakat, 20 rakat namoz o'qib olish kerak. Bu bunga udar bo'ladi. Faqat farqi boylarga aytadiki ibodat bilan, kambag'allarga aytadiki sadaqa bilan jazola nafsini deydi.
Buni eshitgansizlar. Bitta aytib qo'yaylik, joyi keldi-da. U nima edi? Nimaga boy kambag'al ajratiladi mana shu yerda desiz? Yo'q, bu yerda ajratishdan maqsad boshqa masala. U masala shuki, insonni nafsiga og'ir keladigan narsa bilan jazolash kerak-da uni. Ya'ni boylarga pul ishtima emas. Masalan, bitta ayol kishiga qarasha 200 ming so'm sadaqa qilishing keraksan, shaytonga qaraganing uchun nafsingga jazo desiz, 1 million berib 5 marta qarab ko'radi u puli borini. Yo'q deydi. Boylar deydi ibodat bilan. Masalan, o'g'il bolacha, mo'mincha o'zingga o'zing ayt deydi. Men agar bitta ayb ish qilsam, masalan, ayol kishiga qarash aybi, namozni qazo qilib qo'yish aybi, so'kinib qo'yish aybi, kibr qilib qo'yish aybi, shularga jazo belgila. Boylar, bomdodga uxlab qolsang, men 20 rakat namoz o'qib beraman. Ayol kishiga qarasam, 3 kun roza tutaman. Tasavvur qiling, bir kunda 9 marta ayol kishiga qaragan bo'lsa, insof qiladi o'ziga o'zi. Men svetoforda qaradim, bozorda qaradim, 9 ta qarabman. 9 kere 3, 27. 27 kun roza tutsin-da, ketma-ket. Kimni nafsi ayol kishiga qaratadi? U yaxshilik qilib emas, qo'rqqanidan qarama deydi. Qo'y qarama deydi. Nima? Qarasa yana 3 kun roza udar bordi unga. Chunki roza udar-ku unga. Masalan, kibr qilib qo'ysa, men bugun masjidga borib 350 ta odamni oyoq kiyimini to'g'rilayman. Tasavvur qiling. X7 da 140 ming dollarlik mashinada falon million dollar aboroti bor odam tufli to'g'rilab yursin-chi. Nafs qo'y deydi. O'zi kibr qildirtirmay qo'yadi. Endi pulimiz ozlar bo'lsa-chi, pulimiz oz odamlar bo'lsa, men agar ayol kishiga qarasam 150 ming so'm sadaqa qilaman deylik. 6 marta qaragan bo'lsang, nech pul bo'ladi? 900 mingmi? Tarsillar 900 ming sanab bitta kambag'alga bitta bering-da, umrbod qaytib qaramaysiz ayol kishiga. Bomdod qazo qilsak 270 ming so'm sadaqa. 1,5 million oylik oladigan odam 270 mingni tars sanasa, ayoli, ha, dadasi, siz bomdodga uxlab qoluvdim. Men o'zimga o'zim va'da berganman, shuna jazo deb bitta bersin-da. Bomdodni ozonidan nisbinda turadi. Shuna qilishimiz kerak, axir. Masalan, mana kasal bo'lsak, qonimizni oshtiryapmizmi? Tasavvur yordiryapmiz, apendis bo'lib qoldi. Yordirishga ham rozi bo'lyapmizmi? Bunchalik yinani tiqtirib yuboryapmizmi? To'g'rimi axir? Tiktiryapmizmi? Mana yetilib kelsa tikadi, behandaqasi tikadi, g'ittillatib. Narkozsiz tikadi. Qilmasak iloji yo'qmi? Mana jismon, mana badanimizni muolajasini qilmasak iloji yo'qmi? Endi nafsimizni ham g'ittillatib, yinalarni tiqaylik-da endi. Shu bizni nafsimizni tarbiyasi bo'ladi. Buni yo'lga solmasak, akalar, ketaveradi. O'lgunimizgacha qutulmaymiz biz bu shayton, bu nafslardan. Hech qachon qutulmaymiz biz. Ibn Abbos aytgan ekanlar, sizlar nafsi havosiga qul odamlar bilan hech qachon o'tirmanglar, chunki ular o'shanday odamlar bilan o'tirishlaringda sizlarning qalblaring kasal bo'ladi degan. Nimaga? Sabab nafsga qul odamlar atta g'iybat, tuhmat, yolg'on, maqtanish, harom ishlar hammasi o'sha joyda bo'ladi. Shunday odamlar bilan o'tirsang, mana nimang, qalbing o'ladi, kasal bo'ladi degan ekan. Qalb o'ldi degani odam tamom bo'ldi degani. Chunki insonning qalbi qancha sog'lom, qancha toza bo'lsa, ana eniki o'sha insonni yomon ishni qilmagin, bu yaxshi ish, men uni qilgin deydigan bu qalbimiz bo'ladi. Kasal odam, yotgan odam hech nima qila olmaydimi? Kasal qalb hech nima qila olmaydi. Agar o'lgan bo'lsa, o'lik nima qilib beradi? Hech nima qila olmaydimi? Agar qalb o'lgan bo'lsa, bo'ldi, tamom. Bizni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka taklif qiladigan a'zo o'lib qoldi degan. Bu holat yomon bo'ladi degan. Xudo saqlasin. İbrahim Naxai aytgan ekanlar, sizlar degan ekanlar, nafsiga qul insonlar bilan o'tirmanglar, chunki ular bilan o'tirish
iymon nurini, qalb nurini ketkazadi va yuzdagi bizda istara deydi, insonni yuzida nur istara bo'ladi. Xuddi shu narsani ham ketkazadi. O'shaning uchun shuni odamlar bilan o'tirmanglar degan ekan. Nafsiga qul odamni qatdan ajratsak bo'ladi. Bilib bo'lmaydi mana hozir hamma farishtadek o'tiribdi, to'g'rimi? Hamma farishtadek o'tiribmiz. Mana ham siz ham. Qatdan bilsa bo'ladi desa, bilib olinglar mana hozir chetda o'tirganlar, men o'zim ham, siz ham shablonni bilib olaylik. Nafsiga qul inson xato, ayib, gunoh ishlarni bemalol qilib yuraveradi. Nafsiga qul bas odam nima qiladi? Uni aksini qilib yuradi, yomon ishlarni qilmaydi. Shuning uchun biz yoshlarga ko'p aytganmiz, "Hey, yigitlar, kelajakda alkash bo'lmaydi desiz, aroqxo'rlar bilan o'tirmang. Kelajakda narkosh bo'lmaydi desiz, gerachi va nasha chekadigan bolalar bilan o'tirmang. Kelajakda spid bo'lmaydi desiz, fohishalar bilan o'tirmang va fohishaga boradigan bolalar bilan o'tirmang. Mashinam, uyim, firmam, do'konim sotilib ketmasin desiz, qimorbozlar bilan o'tirmang. Agar o'g'rilik qilib 7 yil, 10 yilga qamalib ketmaydi desiz, o'g'rilar bilan o'tirmang. To'g'rimi? Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qadi. Bular qora qozonlar, shu yomon ish qiladiganlar. Mashinliklar, alkashlar, narkoshlar, o'g'rilar, fohishalar, qimorbozlar, yolg'onchi, kazzob, bozorda yolg'on gapirib savdo qiladiganlar, bular qora qozonni ichi bas, tashi, tay tomon. O'choqda ichida turadigan, yonadigan tomon. Qora qozon bilan. Nimaga? Bozorda aldab savdo qiladigan odam bilan o'tirsangiz, sizga qanaqa qilib aldashni maslahatini qilaveradi. Natijada nima bo'ladi? Biz ham hamma kasbni o'zini xiyla nayranglari bor-ku, mol purish, qo'y purish, mashina purish, ustuvor purish, tillo purish, to'g'rimi? Dollar purish, hammasini xiyla nayrangi bor. Hammasini. Ko'p yilgilari piq qayrilib, orqasidan tiqib, oldidan chiqib qolgan. Shu darajada xiyla nayrangning ustasi bo'lib ketgan. Deganim o'shunaqa odamlar bilan o'tirsak, bizga shu maslahatni beradi. Aldab, yolg'on gapirib savdo qilishni bizga taklif qiladi. Shuning uchun biz halol hayot xohlasak, halol insonlar bilan, Alloh Qur'onda aytgandek, sodiqlar, yaxshi insonlar bilan birga bo'linglar deydi Alloh. Shunday odamlar bilan, yaxshilar bilan. Shuning uchun yosh avlod, o'g'il qizlarimiz hali kimlar bilan dugona bo'lishdi, kimlar bilan do'st bo'lishni bilmaydi. Shuning uchun biz opa-dada, katta buvalar, amaki tog'alar, dadalar, onalar, ammalar, xolalar, biz bularga o'rgatishimiz kerak. Uka, jiyan, bolam, sen mana bunday bolalar bilan o'rtoq bo'l. Bu nima degani? Aql o'rgatuvchi o'zi aqlli bo'lish kerak. Sen anun bilan yurmagin, yurishini qara buni. O erkak, o'zi vali bir kino chiqdi-yu. Qiziga sovchi bo'lib keladi, lekin o'g'lingiz qanaqa bolasi, ichmaydi, chekmaydi, yomon yo'lga yurmaydi, u bo'lsa o'zi o'g'il bolami o'g'lingiz deydi-yu. Ichmaydi, chekmaydi, yomon yo'lga yurmaydi desa, bu o'g'il bola bas degan fikrni bildiradi. To'g'ri, prikol kinodir, lekin tagida gap bor-da. O'g'il bola qiladi. Nima qiladi o'g'il bola? Xo'p, o'sha o'g'il bolalik haqida fikri noto'g'ri. Mana o'g'il bola emas deb baho berayotgan jon uka, jon aka, keling, o'g'il bolalik haqida siz bilan gaplashaylik. Erkaklik haqida gaplashaylik. Kim mujik, kim erkak, kim rijol isbotlashaylik. Gaplashaylik. Rijol bilasizlar qanday odam bo'ladi? Rijol deganda Alloh bizga katta maqom berib qo'ygan. Ayollardan tepaga qo'yib qo'ydi bizni. Alloh qo'yib qo'ygan buni. Qo'yib qo'ygan maqomga loyiq bo'lishimiz kerak biz. U maqomni ushab turish biz o'zimizni qo'limizda narsa. Bugun o'sha maqomni yo'qotib qo'yayotgan qancha erkaklar bor. Ularda qatdan bilyapsan desangiz, halolasi bo'lgan, nikohiga olgan ayol va ular tomondagi shikoyatlardan bilyapman men bugun erkaklarida erkaklik maqomida turib qo'ymayotganligini.
erkak kishi ayoliga nisbatan ruslarda aytadi jentlmen deydi, to'g'rimi? Jentlmen bo'ladi. O Yevropada jentlmen emas. Musulmon o'zi asli haqiqiy erkak bo'lsa, ular aytayotgan jentlmendan ulug' turadi o'zi aslida. Ya'ni ayolni hurmat qiladigan, qo'lidan ushlab ayolini tushirib qo'yadigan, to'g'rimi? Bir joyga kirayotganda siz o'ting oldiga birinchi deb turib o'tkazib, keyin o'zi eshikni yopib, keyin kirib, xullas hurmat qilib, urmasdan, zulm qilmasdan yaxshi muomala qiladigan deydi. Yunus degan bir zot nasihat qilgan ekanlar. Men sizlarga shu nasihatlarni qilaman, iloji bo'lsa shuni qilinglar degan ekanlar. Chunki bu bitta nafs haqida ham gap borda. Hech qachon degan ekanlar. Nafsiga qul odamni gapini eshitma degan ekanlar. Chunki biz e'tibor beramizmi bilmadim, mana quloqdan kirayotgan, ko'zdan kirayotgan informatsiyalar bor, ko'ramiz, ko'riladi odatda va eshitiladi. Insonni yaxshi va yomon bo'lishida juda ham katta muhim ahamiyatga ega. Shuni bilib olaylik. Shuning uchun yosh avlod bizdan yomon gap eshitmasin, yomon narsa ko'rmasin. Shu ikkita ko'rish va eshitish degan narsa. Inna sam'a val basara. Eshitish va ko'rish hammasidan qiyomatda so'ralasan deb Alloh bekorga aytmagan. Va bizni yaratganlik haqida Alloh Qur'onda aytganda ham ansha'akum va ja'ala lakumus sam'a val absara deydi. Senga eshitishni va ko'rishni berib qo'ydim deydi. Bekorga aytmaydi buni. Sabab yana qayta aytaman, insonni tarbiyasida, insonni yaxshi bo'lishida, insonni yomon bo'lishida quloqdan kirayotgan ovozlar, xabarlar va ko'zi ko'rayotgan narsalar juda ham katta muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun yosh o'sayotgan avlod, qadrdonlar, bizdan yomon narsani ko'rmasin, bizdan yomon narsani eshitmasin. Qush inida ko'rganini qiladi deb bekorga aytilmagan. Shuni aytgan ekanlar. O'shna odamlarni eshitmaylar degan ekan. Keyingisi aytgan ekanlarki, sen uchun nomahram bo'lgan ayol bilan hech qachon yolg'iz qolmagin. Agarchi u senga Qur'on o'qib bersa ham, ya'ni bu degani Qur'onimni tekshirib qo'ying desam, Qur'on o'qish va eshitish, o'rgatish qanaqa ulkan yaxshi ish, to'g'rimi? Lekin yolg'iz qolmagin nomahram bo'lgan bilan, hatto Qur'on o'qib bersa ham debdilar. Bu degani bu haqida ko'p gapirganmiz, xabarlarim bor. Payg'ambarimiz alayhisolom hadislari ham bor. Bir begona ayol bilan begona erkak bir joyda qolsa, albatta uchinchisi shayton bo'ladi. Shuning uchun ayol yolg'iz qolib, erkak yolg'iz qolib dam solishi harom bo'ladi. Mumkin emas. Shuning uchun aytamiz, iloji boricha ayollarimizni erkaklarga dam solgani olib bormaylik. Fitna bu. Avvalo o'zimizga o'zimiz Qur'on o'qib, o'zimizga o'zimiz dam solaylik. Rasululloh o'zlariga o'zlari dam solganlar. Mabodo Qur'on o'qishni bilmasa, ayollarimizni ayollarga, erkaklarimizni erkaklarga olib boraylik. Shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi. Keyin aytgan ekanlar. Iloji boricha xalqi ichida katta maqomda tanilgan insonni oldiga hadib boravermagan. Iloji boricha boravermagan. Nima ma'noda? Tam'a ma'noda. Bizda tamagir deydi-ku. Tama ma'noda boravermagan. Buni bolalarimizga, ayniqsa erkaklarimizga o'rgataylik. Tamagir bo'lmasin. Laganbardor bo'lmasin. Til yog'lamachi bo'lmasin. Bizda paxta qo'yadi deydi-ku, o'shanaqa bo'lmasin, bolalarimiz aytaylik. Dunyosini deb turib, o'zini g'ururini, labzini, erkaklik sha'nini, obro'sini to'kmasin. Murojaat qilib borish kerak bo'lgan odam bo'lsa, odatda assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Bu ishimiz bor edi, bitirib berasizmi? Yo'q. Bo'ldi, qaytib bormaslik kerak. Bo'ldi, tamom. Shunday qilishimiz kerak. Alloh hammalarimizni ilohim o'zi yordam bersin. Bu nafs haqida tugamaydi gap endi. Bu nafs tarbiyasi va uni jilovlash. Xo'p, bu ukamiz Qo'qondan kelgan edilar.
bugun ehsonlari bor ekan ukamizni. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaring, Mehrigiyo nomi ostida tabiiy dorilar bilan xalqimizni shifo topishiga sabab bo'lishyapti. O'sha Qo'qon shahrida o'sha davolanadigan va o'sha narsalar ishlab chiqaradigan joylarni qurishgan. Bugun ehsonimiz bor deb hali kelgan ekanlar. O ehson hamki bilgan bo'lsalaring, doktor Ali choylari shularni bugun shu ro'zani kunida yosh ulug'larimizdan bir duolarini olaylik deb necha mingta yo necha yuztami? 100 tami? Ha, 100 ta. Mingta qilib qo'ymasdi. Mingtaga hamsini shu mana undan olib kelgan ekanlar. Shu yosh katta otaxonlar ichsa juda foydali narsa deb olib kelgan ekanlar. Buni foydasidan davlinaga foydasi bormi? Bor-a? Xo'p, yana nima foydasi bor buni? Organizm tozalar ekan. Xullas, yana o'ylamanglar, hozir domla Juman ham reklamaga o'tibdi. Yo'q. To'g'risi men buni summasini bilaman-da. Men to'g'risi xursand bo'lib ketdim. Bu buncha narsani ehson qilib yuborish qiyin masala. Menimcha qiynalaman buni ehsonni qilib yuborgani. 100 ta narsani summaga hisoblasangiz anchagina bo'ladi-da. Shuning uchun yosh kattalar, o'zi yoshlar ham ichsa bo'ladi, hammamizga zo'r. Endi faqat yosh ulug'larni dinimiz ham hurmat qiladi. Shuning uchun yosh kattalarimizga o'z qo'llari bilan topshiradilar jumadan keyin. Qayerda topshirasiz? Eshikdaymi? Darvozadan kirishda bo'lmasam jumani sunnatni o'qigandan keyin ikkita bolalar bilan chiqsangiz, yoshi ulug' otaxonlarga duo qilasizlar. Bu joyda juda ko'p odamlar shifo topyapti, inshaalloh. Ochig'ini aytganda, o'zim ham shundan to'xtamay ichaman. Sabab tabiiyda o'zim ichaman. Shuning uchun sizga ruschasiga malades, barakalloh. Shunday tarbiya bergan ota-onangizdan Alloh rozi bo'lsin, ishingizga barakot bersin. Bizga ham shuna himmatlar bersin, ilohim. Biz ham shunaqangi saxovatlik, o'zimizni qo'limizdan keladigan narsalarni shu xalqimizga, qiynalganlarga, kam ta'minlanganlarga yordam beradigan saxiy, qo'li ochiq, Alloh yaxshi ko'radigan odamlardan bo'lishimizni, bandalardan bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Keyin qadrdonlar, zakotga qodirlar, zakotlaringni tezroq beringlar. Sabab 2-3 jumadan beri e'tibor beryapsam, mana bu tomondan kiryapman. Ahamiyat berayapman. Sizlar bilmayapsizlar, mana yerda kelib o'tirganlar bilyapti. Nimaga darvozadan kirmayapman deb o'ylaysiz? To'g'risi oxiri hijolat bo'lib qolyapman. Kami 20, bo'lsa 30 lab, undan ko'p. Har bittasini eshitsangiz, qilmasdan iloji yo'q. Qilmaslikda iloji yo'q. Iloji bo'lsa, qo'limizda telefonimizni sotib qiladigan darajadagi yordamga muhtoj. Akalar, shularning eng bizga uyatli joyi 98% ayollar. 98%. Bu biz millat uchun, biz musulmonlar uchun bu qaysidir ma'noda uyat. Akalar, qilinglar. Agar meni mahallamdan bir joyga borsa, menga pazor. Men shuni deb bilaman. Bir ayol mahallamdan svetim pulim to'lanmayapman, oilamni boqolmayapman deb borsa, menga bas mashinada gerda yurish. Men shuni deb bilaman. Qilib qo'y. 10 teng yo'qmi? 1 milliondan beravergan. Ber, 1 milliondan ber. 10 million ber. 500 mingdan har oyda bersak, 10 tasi bitta mahallada bitta oilaga 5 million pul bergan bo'lamiz. To'g'ri, boqimanda qilib qo'ymaylik. Go'dagi borda u o'zi ishlanmaydi, go'dagi ishlanmaydi, to'g'rimi? Kasal ishlanmaydi. Nogiron ishlanmaydi. Mahallada yo'qmi 500 mingdan har oy beriladigan? Qanday bosh ko'tarib biz bugun o'zimizcha mashinalarni mo'yka qilib olib, yaltirab, tuflimizni yaltirab, nikkilimiz chiqib. Agar hammamiz o'zimizni mahallamizni muammosini hal qilib, o'zimiz shuni qilsak, menga kelmaydi. To'g'rimi? Men kelishini qoralamayapman. Iloji yo'q, kelyapti. To'g'ri qabul qilamiz. Lekin mana bet qolmayapti menda. Uji gaplashalmayapti. Nimaga qaysi biriga qaralaman men? Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Akalar, qilaylik. Biz erkak biz. Biz musulmonmiz biz. Pishiq odam jannatga kirmaydi, hadis bor ekan. Qilaylik ekan. Mana hozirgi bu saxovatdan kelib chiqib aytayapman-da.
Mana do'konlardan surishtiring mana shu narsani 100 tasini. Necha pul bo'ladi? Sahiy odam qila oladimi? Qilaylik akalar. 100 ming so'm bormi? 5 ming so'm qilaylik akalar. Qilib qolaylik. Shunda yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bo'lib ham mahallada yetim, beva, kasal, nogiron akalar yaxshi eshitinglar. Agar Xudo saqlasin, yo'qligidan yig'lasa borib bizni namozlarimiz, masjidlarimizdagi gilomlarimiz, lustralarimiz bir tiyin. Biz simga lampochkani osiltirib qo'yib namoz o'qiyveraylik. Lekin masjidga beradigan 10 ming dollarlik lustrangiz puliga yetimga yo'q bering. Kerak emas masjidga lustra. Palosda o'tirib qo'yamiz. Kerak emas kvadrat 10 dollarlik gilom. Palosda o'tirib qo'yamiz kvadrati 2 dollarlik palosda. Bermang, qiling o'shanga uy olib bering yetimga. Qiynalayotganga uy olib bering, dori olib bering, kasal bo'lsa davolab qo'ying. Qilmang masjidga. O'shalardan ortinsiz keyin qiling. Qilaylik akalar. Bu yana qayta aytaman. Qilganlaringda qilganimizda mashaka kelmas. Bu beka kelgani. Qolgan joyga necha yuztasi boryapti ekan. Yana qaytib aytaman. Ular unaqangi tilamchilar emas, iloji yo'qligidan kelyapti. Iloji yo'q. Bir oy bo'ldi, svetim o'chiq. Bir oy bo'ldi, turolmayapman. U bo'lyapti, bu bo'lyapti. 3 ta bolasi bilan turibdi, yoningizda tasavvur qiling mana. Men yonimda bo'layotgan narsani aytyapman. Arendator 4 oydan keyin oxiri chiqarib yubordi. Mana 3 ta bolam bilan qayerga boraman deyapti. Qayerga borsan ayting. Qayerga borsin? Savol bering-chi o'zingizga. 3 ta bolasi bilan. Siz uyingizga borasiz, men uyimga boraman. U qayerga boradi u? Arendasiga pul to'lalmagan 700 ming, 600 ming pulni to'lalmagan ayol xarajati nima bo'lyapti? Usti boshi nima bo'lyapti uni? Mana yoz keldi, bolasini o'zini usti boshi nima bo'lyapti? Bizni batta turib olib, eshondadagi o'xshab do'ppini kiyib o'tirib olishimiz bor-ku, qiyomatda ish bermay qoladi akalar. Yana qayta aytaman, erkaksiz, erkak biz, o'g'il bola biz, qilib qo'yaylik akalar. Qilinglar, qilaylik. G'animat bu. Alloh hammamizni tavfiqda, ibodatda, hidoyatda o'zi bardavom qilsin. Ko'p duo so'raganlar bor, bemorlar bor, ish yurmayotganlar bor, qarzi borlar bor. Bir ukamiz bir joyga ishga kiryapman deyaptilar, duo so'radilar, ota-onasiga shifo so'ragan, safar deylar. Hammamiz duo talabimiz, hojatlarimiz bor. Allohim ko'rib bilib turibsan. Hojatlarimizni ravo qilgin, mushkullarimizni o'zing oson qilgin. Xususan bugun mana shu yosh ulug'larimizni hurmat qilib, mana ehson qilayotgan bu ukamiz, Hoji Akbar ukamiz ota-onalaridan, o'zlaridan, o'sha joyda ishlayotgan doktorlar, kalitiy hammalaridan o'zing rozi bo'lgin. U qilayotgan ihsonlarni qabul qilib, Allohim qiyomatda boshlariga soyabon qilgin. Qalblarida yaxshi niyatlarga ziyodasini yetkazgin ya Rahman.